Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalık xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Pokiston bilan Xitoy yangidan 3 kelishim tuzishni planladi. Xitoy soqchilarining davrini yana bir qatim Xitoyning DNA sondoni to'g'risidagi tashvishlarga sabab bo'ldi. Kanada parlamenti hukumatni 10 ming Uyg'urga panohlik berishga undadi. Xitoyning Angliyadagi elchixonasi Angliyaga tahdid soldi. Xitoy savdogar Taylanddagi Xitoyni tanqidlash bilan tunilgan nashriyatni pul orqali taqashga urindi. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. News Store'un 23 oktябrdəki xəbəri görən Pakistan bilan Xitoy iki dövlət münasibətini küçəytiş üçün növbətdə mövcud bolğan neçə milyard dollarlıq Xitoy-Pakistan iqtisadi koridordan başqa bu yıl noyabrda yana 3 yeni koridor açmoqchi ekan. Pakistan'da chiqadigan ingliz tilli xalqaro xabarlar gazetiga ko'ra Pakistan bosh ministri Shahbaz Sharif Xitoy raisi Xi Jinpingning taklifiga binoan kelar oy Xitoyni ziyorat qilganda bu turlar andin rasmiy yo'l qo'yilishi mumkin ekan. Egilinishcha sog'lomlik va raqamlik koridorni o'z ichiga olgan bu turlarni Pokistonning Xitoyda turishliq bosh elchisi Mo'ynul Haq Beijingdagi Xitoy iqtisod to'rining ziyoratini qabul qilganda e'lon qilgan. Gerçi Mo'ynul Haq biz yumshoq detal yasash jihatda Xitoy uchun muhim yordam manbasi bo'lib qolamiz. Navbatda biz Pokistonda uchur texnikasining turli sohalarida yumshoq detal yasaydigan tarbiyalash markazlarini qurishga tan kuchayotimiz deyish orqali Pokistonni yordam beruvchi tarafda ko'rsatishga uringan bo'lsa-mu, lekin Xitoy bu orqali Pokistonni o'ziga texnik cho'ng bog'lab, o'zining rayondagi jumladan Sharq Turkistondagi turli qarazlarni ishga oshirishni ko'zlagan. Zipochta Store'ning 26 oktyabrdagi xabariga ko'ra Xitoyning Fuzhou shahridagi soqchilar yaqinda o'g'irni chekib olgan pashadan chiqqan qonning DNA'sini tekshirish orqali uyga kirib o'g'irlik qilish tilosini bir taraf qilganlik haqida davron solgan. Halbuki dunyo miqyosida bas-bas xabar qilingan bu voqea DNA sondonlarini suiiste'mol qilishga munosabatli tahdidlarni yana bir qatim gavdalantirgan. Xitoy Kompartiyasining jinoiy delolarni bir taraf qilish va jamiyatni tizginlash uchun Xitoy ish sirtida gen sonliq ma'lumotlarni to'plashga kuchayotganligi yillardan buyon kishilarning diqqatini tortib kelgan edi. Xitoy hatto Amerikada DNA avrishga to'plashga uringan bo'lib, Amerika davlatlik josuslikqa qarshi turish va bexatarlik markazi bu vaqtda Xitoy uzun yillardan buyon izchil holda qonunliq va qonunsiz vositalar orqali Amerikaning saqlig'ini saqlash va DNA sonliq ma'lumotlarni yig'ib deb ogohlantirgan. Amerika amaldorlarining yaqinda bildirishicha, bu xil sezgir sonliq ma'lumotlar Amerikaning Xitoy qatorliq dushmanlari tomonidan suiiste'mol qilinib, nishonliq biologiyalik qurollarni yasashga ishlatilishi mumkin ekan. Amerika Ovoz Store'ning 27 oktyabrdagi xabariga ko'ra, bu yil 6-oyda Kanada parlament a'zosi Samir tarafidan o'tirib qo'yilgan Xitoyning qirg'inchiligidan qochib chet ellarda yashayotgan 10 ming Uyg'ur musofirga panohlik berishni tashabbus qilgan taklif loyihasi 24 oktyabr Kanada parlamentida ovoz qo'yilgan. Va Kanada parlamentida har qaysi partiyalardan bo'lgan parlament a'zolarining to'liq qo'llashi bilan, ya'ni 0 ga qarshi 258 ovoz bilan ma'qullikdan o'tgan. Mazkur taklifni o'tirib qo'ygan parlament a'zolari Kanadaning davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga panohlik berishning zarurligini qayta ta'kidlagan. Munozir jarayonida Samir Zubari Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning panohlanadigan bexatar yeri yo'qligini, bu kishilarni bexatar makonga o'rnalashtirish Kanada navbatda qila oladigan va qilishga tegishli amaliy ish ekanligini o'tirib qo'ygan. Samir Zubari bu vaqtda mundaq degan: bu dokladagi tavsiyalardan biri shuki, Kanada ko'chmanlik, musofirlik va puhralik ministrligi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning Kanadaga kirishini tezlatadi. Agar mening bu taklifim Avom palatasida ma'qullansa, mazkur taklif rasmiy kuchga ega bo'ladi. Zipochta Store'ning 28 oktyabrdagi xabariga ko'ra, Manchester shahridagi Xitoy konsulxonasining xodimlari Hong Kong namoyishchilarga hujum qilganlik uchun Angliyadan qo'g'inish xavfiga duch kelganligi sababli Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi 27 oktyabr Angliya hukumatiga tahdid solgan. Xitoy elchixonasining vaqtli vakili Yang Xiaogan atalmish Manchesterdagi Xitoy bosh konsulxonasidagi so'ravan parakanchilik to'g'risidagi to'r axborot e'lon qilish yig'ini deb ism qo'yilgan YouTube videosida Hong Kong mustaqilchi unsurlarga chapon yepish Angliyaga faqat ofatli olib keladi degan. O yana Angliya bilan Xitoyning savdo munosabatini shipi keltirgandan keyin bir o'chum kishilar ikki davlat o'rtasida to'qinish paydo qilishga urinmoqda. Bu xatarlik va har ikki tarafga foydasizdir degan. Shuningdek ilgari Angliyaning bir nafar ministri soqchilar Manchesterdagi Xitoy konsulxonasidagi Xitoy diplomatlarining
Hong Konglik demokrat namoyishchi Pop Chenni urgan vaqtda jinoyat sodir qilganligini bayqagan taqdirda ularning sotlanganligi yoki diplomatik oqibatga duch kelganligini aytgan edi. Amerika vazirlarining 28 oktyabrdagi xabariga ko'ra, Xitoyni tanqidlaydigan maqolalarni e'lon qilish bilan to'lilgan Bangkokdagi Samyan nashriyotining mas'ulining bildirishicha, ma'lum bir Xitoy savdogarining vakili ular bilan 2 qatim aloqalashgan va tijoratini to'xtatish badaliga ularga nurg'un pul berganligini aytgan. Xabarlar qirg'inda o'zini xususiy tekshirish shirkatining xizmatchilari deb tunishtirgan bu dalillar mazkur nashriyatga ularni yollagan Xitoy savdogarining Xitoy hukumatiga vakolatdan ish qilmayotganligini, ammo Xitoy doiralarining yoqtirishiga erishishni ta'min qilganligini aytgan. Egillicha Samyan nashriyati 2017-yili Bangkokdagi Chulalongkorn universitetidagi faoliyatchi o'quvchilar tomonidan qurilgan va 5 kishi tomonidan boshqarilgan mustaqil nashriyat bo'lib, u Sharq Turkistondagi jinoyatlar qatorliq masalalarda Xitoy markaziy hukumatini tanqid qilishni o'z ichiga olgan so'z erkinligi, kishilik huquq va demokratiyani asos qilgan kitob va tarjima asarlari bilan to'ldirilgan ekan. Taylandlik faoliyatchi va Samyan axborotining qo'rg'uvchisi Netivet Kotifat Faysalning Amerika Vaz Radiosu'nun bildirishicha 5-oyda ular o'zlarini Xitoy savdogar bilan uchrashtirmoqchi bo'lgan Bangkoklik dallollarning ilxatini topshirib olgan ekan. Lekin u va uning guruhisidagilar buni qo'ymichilik bo'lsa kerak deb qarab parvo qilmagan. Ondan 7-oyda mazkur dallollar ilxat orqali boshqarish guruhisining yana bir a'zosi bilan aloqalashib, Eliqi Xitoy savdogarining Samyan nashriyatini taqash badaliga ularga 4 million baht, ya'ni $105,540 berishni xohlaydiganligini aytgan. Bu dallollarning bildirishicha, mazkur Xitoy savdogarining maqsadi Xitoy hukumatiga o'zining Taylandni nufuzi borligini ko'rsatib qo'yish ekan. Lekin mazkur o'quvchilar boshdan oxiri bu savdogarning taklifini qabul qilmagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.